Assalomu alaykum hammaga. O'z bloger emasman, video olishni bilmayman. Shunchaki Instagramlarda ko'rib video olgim keldi. Yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Jizzaxdanman, biz jizzaxliklarmiz bu yoqda dedi. Qayerdan bo'lsa ham menda hammamiz bitta o'zbekmiz. U bolani endi hamma blogerlar, ko'p blogerlar shunday qilyapti, hammasi emas, ko'p shunday qilyapti. Mashinani olib borib yoqyapti, buzyapti. O'shalarga aytmoqchi bo'lgan gapim, o'sha mashinani yoqib, buzgandan ko'ra bitta o'sha mashinaga muhtoj oilaga bersa, o'sha mashinani boyagi muhtoj oila minib bola chaqasini baqsa, mana shu katta savob bo'ladi deyilganda, o'shandan ado topadi-ku, daromad topadi, bola chaqasini baqadi, oilasini baqadi, o'zini baqadi, kimnidir baqadi. Endi birodan uni so'ramaydi, pul so'ramaydi. Shuning uchun shu muhtoj odamga bersa, endi bu meni o'zimning shaxsiy fikrim, balki uni mazasi boshqachadir. Mashinalar olib yoqqanni o'zini boyvachcha qilib ko'rsatish, xalqqa o'zini ko'z qilish, может подписчик yig'ib, YouTube'dan pul ishlayotganini maqtanishdir balki, подписчик yig'ishdir balki. Bunda oddiy odamlarga подписчикlar hech kim uni bosmaydi, подписка bosmaydi-da oddiy odamlarga. Hamma shu boyagi videolarda mashinalar yoqib o'zini ko'rsatganlarni shularga подписка bosadi. Men aytmoqchimanki, agar mana shunday qilib har bittamiz endi bu yana aytaman qaytarib, bu hammaga tegishli emas. Bu boyagi o'zini ko'rsatayotgan YouTube'da, Instagram'da o'zini ko'rsatayotgan ba'zi birlarga, qo'shtirnoq ichidagilarga taalluqli narsa. Agar o'sha mashina senga kerak emas ekan, ber, bitta muhtoj oilaga ber o'sha mashinani. Men senga mana bu mendan hadiya. Menga Alloh beradi. Men senga beryapman, men hadiya, shundan sen bola chaqangni baq deb, boyagi odam har bola chaqasiga pul topib kelganda seni haqqingga duo qiladi. Ana shu bitta oilani kambag'aldan chiqarish deyiladi o'sha. Sog' bo'linglar. Shunaqa odamlarga yetib borsa, o'shalar o'sha mashinani yoqmasdan shu bitta muhtoj oilaga bersa, boyagi muhtoj oila o'zini bola chaqasini baqsa, biz shunga xursandmiz. Podpiska bosib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. O'sha shu videomiz egalariga yetib borishi